Xitay Kompartiyasi nemişqa muvaffaqiyat qazana aldı? İyan Baroma. Tərcümə qılğıcı Uyğur Fidayilar Tərcümə Qrupsidən Cavlan. 1949 yıl 10 ayının 1 günü Mavzudun Tiananmen ravaqida Xitay Xalq Cumhuriyetining qurilganligini quyuq Xunan talaffuzida jakarlaganda Xitaylar tantana qilishdi. O vaqtda ularning xili ko'p qismi kommunizmchi bo'lmasimu, uzun yil yatlarning zo'migarligi, Yaponlarning vahshiyona hujumi va qonliq ichki urushdan keyin Xitoyning birlikka kelgan bir davlat bo'lib qurilganligini tabriklashdi. Taxminan bir asrdan keyin Xitoylar tunji qatim qaddini tikladi. Bu töhfa asosan Mavzudunga mansub edi. Xitoy vatanparvarlari keyin o'zlarining shu qizg'inligi uchun pushaymon qilishdi. Mavzudun tig' uchini atalmış sinipi düşmanlarga yoki o'ziga cho'qinmaganlarga qartish bilan bo'ldi qilmadi. Uning Xitoylarga qilgan ziyonkashligi Yaponlarnikidan eshib ketdi. İşençilik ma'lumotlarga qaraganda 2 milliondan ko'p odam madaniyat zo'r inqilobida o'ldirildi. Bu faqat Mavzudun qo'zg'agan bir necha qatimliq cho'ng tozlashning oxirgi qatimligi edi. Ammo Mavzudun davlatni birlikka keltirib, milliy g'ururni asliga keltirgachga nurg'un Xitoylar hozirgacha uni hurmatlaydi. Shundaqla Xitoy Kompartiyasi uni o'zining davomli mustabidlik qilishning qonuniy asosi deb biladi. Zo'ravonlik va ma'lumotchilikdan ansirashning tarixiy yiltizi cho'nqur. Shundaqla u har xil yoshdagi Xitoylarning mingisiga qayta qo'yilib ketgan. Xitoy Kompartiyasi doim agar biz bo'lmasak Xitoy davlati qalaymaqonlashib, chet el dushmanlarining hujumiga uchraydi deb tashviq qilib turdi. Boshqa davlatlardagi kompartiya allaqachon yemirilgan bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasining Xitoy davlatini uzun yil tutib turishida boshqa sabablarmi bor. Xitoy Kompartiyasi kapitalizmga yaxshi moslashdi. Mikhail Gorbachevning demokratik islohotning oqibatini ko'rgan Xitoy hukmronlari burunqi pardada mengishni rad qildi. Demokratik islohotni talab qilgan Xitoy yoshlari 1989 yili Tiananmen maydonida qonliq bostirilgandan keyin Xitoy Kompartiyasi buningga qarshi chiqqan o'qimishli Xitoylar bilan murassaalashdi. Kompartiya xalqni betishga va'da berdi. Murassa qilg'uvchilarmi hokimiyatga qarshi chiqmaydigan bo'ldi. Bu jihatdan aytganda Xitoy Singapur bilan o'xshashib ketadi. Singapurdagi bostirish kichik bo'lsa-mu, hukumat qarshi taraf bilan ashundoq murassaalashgan. Amaliyotda Xitoyning buyuk islohotchisi 1989 yil boshqacha fikrdagi zotlarni bostirgan Deng Xiaoping kapitalizmga va Singapurcha universal mustabidlikka cho'qinadi. Xitoy Kompartiyasining Xitoyda muvaffaqiyat qozonishining yana tarixiy sababi bor. Xitoyning podshohlik tuzumi ma'lum e'tiqodning qo'llashiga erishib kelgan bo'lib, Xitoyning podshohlari Tangri bilan avam orasidagi elchi, yerim iloh, uningda ilohning nufuzi, shundaqla podshohlik huquqi bo'ladi deb qarilib kelgan. Kungzi ta'limoti dastlabda axloq va siyosat falsafasi bo'lsa-mu, keyin ideologiyaga aylanib, bir jamoatda otiga, bir qabilada oqsoqolga,
bir dövlətdə padişahqa boysunuş təlimatı hökümranlarının mənfəətinə mas gəlgan. Kunzi yoki uning əgəşküçülərdən Mingzi buni o'ylab baxmagan bo'lishi mumkin. Ular aslida adab qoidali kishilarni yetishtiradigan axloq nizomiga bakroq ahamiyat bergan bo'lib, ularning ta'limoti aniq jamiyat quradigan andiza edi. Shangangda yuz berayotgan qarshilik va Tayvanda jonlanayotgan demokratiya faoliyatlari shuni ko'rsatadiki, nurg'un Xitoylar hokim mutlaqqa qarshi turdi. Diqqat qilishga tegishliki, bu rayonlardagi Xitoy an'anaviy madaniyati cho'ng quruqlikqa qaraganda yaxshi saqlanib qolgan. Ammo bugungi Xitoy hukmronlari 1000 yil burunqiga o'xshashla tabiqat tuzumi va mustabid hukmronligini qo'g'dash uchun Kunzi ta'limotidan foydalanmoqda. Hukumatdan bu ta'limotni qo'llovchilar aslida axloq dasturi bo'lgan Kunzi ta'limotini hokim mutlaqlik ideyasi bo'yicha izohlamoqda. Kunzining bekinma ideya sistemasidan hozirgi islohotchilar osonlikcha gumonlanmaydi yoki uningdan qutulolmaydi. Buning uchun bir jahongir hokimiyatni ag'dirishlar kifoya qilmaydi. Xitoy islohotchilari bir maydon demokratik inqilob qilib, kunzichilik bilan podshohlikni tubdan yo'qotish kerak deb qarab, 20-asrning dastlabki mezgilida ba'zi sinoqlarni elib bordi. Bu 4-may harakatining qiblanomasi bo'lib, ayni vaqtda o'quvchilar bilan ziyolilar Say Apandi, D Apandi bayrog'ini ko'tarib, Beijing ko'chalarida namoyish qildi. Necha ming yildan buyon Xitoylarning madaniyat va siyosat ideologiyasini saqlab kelgan Kunzi ta'limotini cho'rib tashlatishimiz deyishdi. Ilm-fan bir qism Xitoy mutafakkirlarining yangi e'tiqodiga aylanib, ma'lum jihatdan hamma narsani tushuntirib beradigan bo'ldi. 4-may harakati mezgildagi ko'plagan Xitoy ziyolilarining marksizmga qiziqishi dal shu sababdan edi. Marksizm amaliyotchil axloq omillarini o'z ichiga olgan zamonaviy siyosat va ilmiy ta'limot sifatida Kunzi ta'limotining o'rniga saplandi. Xitoy Kompartiyasining dastlabki rahbarlaridan Liu Shaoqi keyin madaniyat zo'r inqilobida zarbiyab turmada o'ldi. 1939-yili Kompartiya a'zolarining tarbiyalanishi haqida nomli kitobcha yozgan bo'lib, g'oyalik inqilobchilarning o'z-o'zini tarbiyalashi kerakligini alohida ta'kidlagan. Anglamoqqa bu Kunzi ta'limotidek tuyuladi. 1949-yili Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin siyosat bilan din ayrilmadi. Mavzuning ish harakatlari go'yo ilohlashtirildi. Uning ideyasi Kunzi ta'limotidek hamma odam yodlaydigan va amal qiladigan dasturga aylandi. 20-asrning 60-yillarida Mavzudongning Qizil Toshliq kitobiga hurmatsizlik qilganlar yoki sal qarg'anlar muqaddas narsalarni haqoratlaganlar hisoblanib, Gulagga o'xshash lagerlarga qayta tarbiya elishga avatiladi. Ularning faqat o'limga hukm qilinmaganlar yeri bor edi. Mavzudong o'lgandan keyin, bo'libmi Deng Xiaoping kapitalizmlik islohot yurgizgandan keyin Mavzudong ideyasi bilan marksizm oqmadi. Kompartiya a'zolari og'zida partiyani qo'llaymiz desimi, bolalar maktablarda yanada kommunizmlik tarbiya olsimi, Xitoylardagi millatchilik Kunzi ideyasini tirildirib, uni aslidagi kommunizmlik e'tiqodining o'rniga
dəstişkə başladı. Bu, bəzi Xitay mutaxassisləri aytqan ruhi boşluqni şəkilləndirdi. Bu boşluqni tolduruşning usuli xristian diniga itiqad qilish yoki Falun Gumsi tariqatiga kirish idi. Kompartiya rəhbərləri buningdan alaqzoda bo'lib ketishdi. Xitoyning raqobat ustidagi partiya ideologiyasi har vaqt ag'dirilib ketishi mumkin edi. Shunga hukumat partiyani qayrib qo'yib, ish qiladigan diniy tashkilotlarni zo'r kuch bilan bostirdi. Davlat raisi Xi Jinping bu masalani aniq tunug'ashqa kommunizm ideyasini ching tutdi. Mavzuning ideyasini tirildirdi. Shuning bilan bir vaqtda oliy maktab va ommaviy medialardagi g'ayriy fikrlarni bostirdi. Uning shaxsga cho'qinish ideyasi rahbarlikda qattiqqo'l oila boshlig'idek bo'lish, siyosatda o'z ideyasi va nopozi bo'lishni alohida ta'kidlashi uning bir mahal urib so'qib jahon so'rg'andan keyin kommunizm jahongirligini tirildirishga urinishi deb qaralmoqda. Halbuki Xi Jinping mavzudun emas. Uning zamonaviy podshoh bo'lg'idek alohidaligi yo'q. Shundaqdimi Singapurcha davlat boshqarishning texmi qattiq, texmi mustabid bo'lgan shakli yana bir mahal davr surishi mumkin. Xitoy kompartiyasi o'zini yanada tartib nizom, milliy gulinish va atalmish Xitoycha alohidalikka ega sotsializmning vakili hisoblab, bularni hukmronlik asos qilib bir qism fuqarolarni davomli betishi mumkin. Bundaq sotsializmning zodi qandaq sotsializm ekanligi muhim emas. Kishilarning uningga ishonish, ishonmaslikning karohati chog'liq. Kunzi ta'limotining nurg'un mazhablari bor. Muhim bo'lgani bundaq sotsializm kishilarni majburiy bo'ysundirdi. Xitoy kompartiyasining qo'lida huquqlar bo'ladigan Xitoy davlati kishilarning ma'naviy dunyosi va turmushini kontrol qilib turadi hamda har qandaq plan loyihaning o'ttirga chiqishini to'sidi. Tugidi. Bu maqola New York vaqt gazeti Xanzurcha torbitining 21 oktyabr e'lon qilingan.